Kızım, nima yasayapsan qizim? Allohim deyini. Malades. Allohim uyi nima deyilardi? Bunaqa yoziladi. Ka'ba. Malades, asal qizim. Allohim uyini yasayapti meni qizim. Allohim qanaqa odamlarni yaxshi ko'radi qizim? Yaxshi odamlarni yaxshi ko'radi. Yanachi? Bunaqa mujolarni yaxshi ko'radi. Undan keyinchi? Bunaqa dadalarni yaxshi ko'radi. Aqlli bolalarni ham yaxshi ko'radi. Afat yig'laydi-da. Kim? Biz. Faqat yig'laysizlar, lekin aqllisizlar. Ka'bani yozuvlarni yozib chiqyapsanmi? Yo'q. Nima qilyapsan qizim? Bunaqa sizlarga uyi bo'ladi-da. Tekislab chiqyapsan to'g'rilab. Ha? Malades qizim.